Mana shunday qilib do'stlar sepib chiqish kerak margon sofkali suvni. Ustidan ham, ostidan ham berish kerak. Har xil bakteriyalarni o'ldiradi. Bir hujayrali bakteriyalarni o'ldiradi asosan do'stlar. Nihoyatda margon sofkani foydasi bor. Mana qizarib ketyapti. Ayamasdan kuchli qilib seporish kerak margon sofkani. Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun 7-dekabr 2025-yil. Bu yilgi urug' sepish sezonlarini ham boshlayapmiz, xudo xolasa. Hozir harakatdamiz. Ertaga indinga qilib sepishga harakat qilamiz. Bu yil teplitsamizda sal mana bunday atablena qildik. Har yili ko'mir pechkada istilardi. Bu pechkamiz mana bu yerda turibdi ekan. Shunday istardim, endi bu yil atablena qildim. Mana bunday tashqariga qo'yib ko'mirga yoqadigan qilib atablena qildim. Xo'p, bu yil sepadigan urug'larimiz har yilgidan ham sal ko'proq, xudo xolasa, sepishga harakat qilamiz. Avvalambor birinchi petuniya sepamiz. Undan keyin gultoji xo'roz, salviya, chinigul, gultoji xo'rozni piramidasi ham bor, keyin boltalisi ham bor. Nihoyatda chiroylisi. Hozir o'sha boltalisini rasmga olib rasmni qo'yishga harakat qilaman ekranga. Rasmga olib jo'nataman deyman. U urug'ini qo'l urug' u boltalisi Jizzaxdan bir tanishim jo'natvardi, lekin nihoyatda chiroyli ekan. Xo'p, urug' sepishdan oldin do'stlar har doimgidek margan sopkalash kerak yashiklarda. Yaxshigina bir 10 litr 15 litr apparatga suvni solib, mana bunday aptekadan margan sofka olish kerak. Mana shunday margan sofka olish kerak. Bozorda yoymachilarda margan sofkasi bo'lmaydi. Aptechni kerak. Kaliy permanganat deb qo'yibdi. Mana urug'im to'kilibdi. Doim qiynaydi mana shu urug'. Xo'p. Margan sofkalagandan keyin do'stlar chirinda solinadi. Qisqa va lo'nda qilib tushuntiraman. Hali solish jarayonlarini ham ko'rsataman. Chirinda solgandan keyin ustidan pervikur doridan 10 litrga 5 gram pervikur doridan namlab chiqish kerak. Namlab emas, yaxshilab suv berish kerak. Chunki u pervikur ildiz chirish kasalliklarini oldini olib turadi. Shuning uchun sepiladi u dorilar. Hop, yana nimasini aytsam, keyin gradusni yaxshi ushlash kerak do'stlar. Mana bunday termizlar qilish kerak. Keyin ko'pchilik xonaga sepsam bo'ladimi, xona sharoitiga urug' olib deydi. Xona sharoitiga sepsa ham bo'ladi, faqat yorug'likni yaxshi qilish kerak. Havo beradigan joylar bo'lish kerak, fortichkalar bo'lish kerak. Hech yo'q bir 2 ta deraza bo'lish kerak. Yorug'roq bo'lish kerak. Shunda sepsangiz bo'ladi. Bo'lmasa bitta deraza ham issiq bo'lsa, u xona 1000 lampa qo'yganingiz bilan ko'chatlaringiz unib o'sib chiqadi, zo'r bo'lib chiqadi. Ingichka bo'lib, beaql bo'lib o'sib ketadi. Shuning uchun eng yaxshisi teplitsa qilinglar, kichkinagina gradus ushlanglar, yo bo'lmasa pechka bilan ko'mirli qilib isitsa ham bo'ladi, o'tin ko'mirga. Keyin urug' sepsalaring bo'ladi do'stlar. Kimga urug' kerak bo'lsa, bor urug'larimiz, petuniyamiz, shafron, chinigul, hammasidan bor. 2026-yilga ochiltirib sotaman deganlarga do'stlar. Xo'p do'stlar, bu yildan
boshladik, urug' sepishdi. Xudo xolasa duo qilib turinglar. Eson-omon undirib, o'stirib xalqimizga yetkazaylik. Ko'chatlarimizni, gul ko'chatlarimizni bu yil nasib qilsa ko'proq sepishga harakat qilaman. Hali manalarda ham joy bo'ladi. Manoni ustida ham bir 3 ta yashikka polka qilamiz. Shuning uchun atayna katta qoldirib ketdim. Mana bu yerda bor joy. Manadan bunday termiz bo'ladi ozgina. Bo'ldi shu bilan. O'zi hozir termometrimni gradusnigimni olib kelmayapman. Hozirda o'zi shunday ham juda ham issiq. Teplitsani ichi. Chunki mana batareyalar qo'lda kuydiradigan darajada issiq. Shunaqa do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimda savol bo'lsa, kim murojaat qilgisi kerak bo'lsa, murojaat qilaveringlar do'stlar. Telefonim 99 321 82 17 do'stlar. Kimga urug' kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Har qanday urug'laringizni topib beramiz.